Akalar nima qilyapti deb o'ylayapsizlarmi? Men Aito'ning bunaqa funksiyasi bor deb o'ylamadim. Farzandinglarni mazza qilib o'ynatsanglar bo'lar ekan. O'zim ham qiziqib ketdim borib. Gap yo'q lekin. Aito M9 bunaqa funksiyasi borligini aniq bilmasdinglar. Videoga bitta like bosib oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi. Men sizlarga polniy obzorini qilib beraman. Men buni rulning yumshoqligini gapirmasanglar ham bo'ladi. Bitta barmoq o'zida bemalol aylantirar ekansizlar. Ishoninglar, bunaqa funksiya lisanda ham yo'q. Eshikni yopasizlar, rejim oddihani bitta bosasizlar, yonga ham yuradi. Men bunaqa mashina ko'rmaganman lekin akalar. Bundan tashqari oldida proyektorlari ham bor, ko'rib turganingizdek, o'yinlar ham o'ynasa bo'ladi. Akalar bitta bosib yormasanglar bo'lmaydi. Oranjiy rangdan charchaganlar uchun men buni salonni bitta ko'rmasanglar bo'lmaydi. Faqat dam oltiradigan rang ekan bu. O'zingizlar ham mazza qilib ketasizlar. 100 000 kilometr yoki bo'lmasam 4 yilgacha kafolat berishyapti. Aito avtosalonida nalichi $87,000 olib ketsanglar bo'ladi. Bunaqa narxda ko'chada topa olmaysizlar. Eng zo'r funksiyalarni men sizlarga obzor qilib bera oldim degan umiddaman. Bu videoni Aito M9 olmoqchi bo'lgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.